Assalomu alaykum sayg'ili yozuvchilar. Shu haftadagi shu 7 kunning ichidagi jonli 3-kunni boshlayman. Jonli 3-kun menga nisbatan DXX tomonidan rejalashtirilayotgan suiqasdga bag'ishlanadi. Esingizda bo'lsa, 13-so'ba kuni, so'ba oyining 13-kuni Jahongir aka Muhammad o'zining Jahonnoma kanalida YouTube'da ko'rsatuv qildi va o'sha ko'rsatuvda menga nisbatan hukumat suiqasd rejalashtirilayotganini aytdilar, bildirib o'tdilar. Bundan tashqari mana bu gaz sotqinligi bo'yicha blogerlarning ovozini yopish uchun kimlargadir pul berish, kimlarnidir qo'rqitish rejalarini ham oshkor qildi Jahongir aka. Mana shu munosabat bilan hozir men ko'rsatuvni bugungi jonli yayinni shunga bag'ishlayman. Demak, ortda qolgan shu 2 kun davomida Jahongir akaning ko'rsatuvidan keyin men ham o'zimning kanallarim orqali bu ma'lumotni tekshirib ko'rdim. Asosan jurnalist hamkasblarim, ularning tanishlari orqali bu narsani o'rganishga harakat qildim va haqiqatan ham bizning DXXning ichida mana shu masala ko'rilyapti. Ya'ni tadorigi boshlangan. Bobomurod Abdullani ga suiqasd uyushtiramiz. Chunki u gaz sotqinligi bo'yicha juda keskin chiqishlar qildi. Sotqinni sotqin deb aytdi, xoinni xoin deb aytdi. Nonko'r ekan, nonko'rlik qilibmishman men. Uy berganlariga qaramasdan shunaqa keskin tanqid qilibmishman. Shuning uchun men boshqarib bo'lmayotganim uchun meni boshqarib bo'lmayotganlik, qilolmayotganlar uchun likvidatsiya qaroriga kelganlar. Ya'ni NKVD davridan, KGB davridan bizning maxsus xizmatlarda L degan L boshqarmasi bo'lgan, hozir ham bor. Bu hukumatga yoqmagan, uni tanqid qilgan odamlarni likvidatsiya qilish, ya'ni jismoniy yo'q qilish, o'ldirish. O'zlari qilmoqchi emas. O'zlarining yugurdagi 40 yillik qulog'i Salay Madaminov orqali va uning o'g'li Timur orqali rejalashtirayotgan ekan. Bilasizlar, 2021-yilda bu Salay Madaminning audiosi chiqib ketdi. Audiosida Shuhrat Bobojonga aytib kaltaklatamiz, o'ldirtiramiz, turklarni, kurdlarni yollab Berlinda deb gapirgan audiolar chiqdi. Keyin men 5 ta ko'rsatuv bag'ishladim bu Salayning tarixiga, xoinligiga bag'ishladim. Ya'ni DXXning bu rejasini amalga oshirish uchun juda ham qulay variant. O'zi avvaldan ham shunaqa o'ldiraman, kaltaklataman deb yurgan odam hozir unga g'oya tashlab, kerak bo'lsa puldan yordam berib Salayning qo'li, uning o'g'li Timurning qo'li bilan tashkillashtirib, keyin Bobomurodga bir narsa bo'lsa, Salay shunaqa dedi, Salayni bo'yniga tashlab qo'ymoqchi bular. Meni bilganlarim shu. Endi bu yerda hozir ba'zi familiyalar bor. Ularni hozircha aytmay turaman, chunki bu hali xomaki bilganlarim, lekin menga aytgan odamlar ko'pincha to'g'ri chiqadi aytgan narsalari. Men ularga ishonaman. Yana bir narsa menga qo'shimcha aytishdi, shu bu yo'q qilish qarorigacha bizni mana bu ba'zi biz ishongan qamalganda 4,5 ming 5 ming imzo yig'ganmiz. Onalari oldimizga, rahmatli otalari oldimizga kelganda izidan yugurib bu jurnalist qamalgan deb oq va qora bilasizlar. Said Abdulaziz Yusupov o'zining akaxoniga, uni bir akaxoni bor, mototsiklist. O'shanga meni qamash kerak deb o'sha g'oyani singdirib bo'libdi o'zi. O'sha mototsiklist
Konkretniy Bobomurod Abdullohni qamash kerak degan fikrga kelgan. DXdagilar esa yo'q, qamash emas, qamash bo'lmaydi. O'ldirish kerak. Nimani o'ldirganda. Rahmatli Davlat Nazar aka Ro'zmetov Qo'shko'pirlik jurnalist. Shunaqa bir muhokamalar bo'lib, Salayning qo'li bilan qilmoqchilar. Unga to'nkash oson bo'ladi. Endi qarangda, yana o'rtadan shu Salay Madaniy kelib chiqyapti. Uning o'g'li Timur kelib chiqyapti. Men Timur bilan hech nimam yo'q, lekin otasini sha'ni uchun, otasi xoin, sotqin bo'lsa ham, bilsa ham baribir otasini himoya qiladi. Otasi uning uchun oppoq. Yana Salay o'rtaga chiqib kelyapti. Mana hozir gaz sotqinligi bo'yicha mamlakatning butun gaz zaxiralarini, turbalarini hammasini Rossiyaga hadya qilib yuborganlik bo'yicha odamlar dod deyapti. O'zbekistonning ichida turib. Lekin o'zini muxolifat lideri degan Salay nega jim? Nega indamayapti? Chunki unga indamay o'tir deyilgan. Toshkentdan turib aytilgan. Toshkentdan turib to'g'ridan to'g'ri aytilmagan. Ular unga bosim o'tkaza oladigan kuchlarga aytilgan, yo Norvegiyaga ko'chib ketasan, yo jim o'tirasan deyilgan. Ko'rdingizmi mana? Bizni millatni faqat hukumatlar sotmaydi, tepamizga olib chiqqan. Muxolifat deb ishonganlarimiz ham bizni sotadi. Nega Salay jim o'tiribdi? Jahongir Muhammad gapiryapti, Namoz Normo'min gapiryapti, Abdujal aka Boymatov gapiryapti, Muhammad Amin Ermatov gapiryapti, Qidirnazar Allohqulov gapiryapti, ayoli erkak gapiryapti. Bu xiyonatni ochiq xiyonat deb aytyapti. Salay qayerda? Salay jim. Salay o'zining ishini bajarib berdi. Mana shu bugungi xiyonatlarning fundamentini o'sha qo'ygan. Islom Karimovga yutgan saylovda siz yutdingiz deb tabriknoma yuborgan. Muxolifatning ishonchiga kirib olib unga prezidentlikni hadya qilib yuborgan. Impichmentdan saqlab qo'ygan. Mana endi jim o'tiribdi. Sizlar hozir O'zbekistonda ko'pchilik sukut saqlab o'tiribdi. Tarafini olib chiqib o'tiribdilar mana sotsiologlar, mullalar, Mubashshir Ahmad, Kamoliddin Rabbimov. Salay ham xushlarini biri miq etmay o'tiribdi. Yo'q u. Lekin Ozodlik BBCdagilar baribir vaqti kelganda undan intervyu oladi. Xuddi bir buyuk ekspertdek. Ey, sizlarga uyat emasmi mana shu xoindan, mana hozir jim o'tirgan odamdan har gal tug'ilgan kuniga yaqin qolganda intervyu olib, har gal uni PR qilish. Sharmanda-ku, xoinni olib chiqib odamlarni aldashga xizmat qilmanglar, jurnalist do'stlar, hamkasblar. Mana shu asosiy nimasi, sababi, motivi shu bo'lgan. Meni keskin chiqishlarim bo'lgan. Mana shu xabarni, Jahongir akaning xabarini va bugun mana bu o'zimni e'lonimni ko'rib menga qarindoshlarim chiqishdi, yozishyapti. Onam xavotir olyapti ekan, o'ldirib ketsa nima bo'ladi, boshqa bo'ladi deb. Men birinchi navbatda hozir qarindoshlarimga murojaat qilaman, onamga murojaat qilaman, Xorazm tilidan Xorazmchadan murojaat qilaman. Tushunasizlar, menimcha Xorazmcha ham juda bir uzoq emas. O'zbek adabiy tilidan. Opa, assalomu alaykum. Birinchi navbatda siz qayg'urib o'tirganingizni bilaman. Qo'rqoq qarindoshlarimiz sizni qo'rqizib, og'am uning bo'ladi, bizlar nov bo'lamiz, bir dona bolam nov bo'ladi, karyerasi nov bo'ladi, bolamni deb sizni kallangizga quyib qo'rqitib o'tirganlarni men kimligini bilaman. Butun bu qarindoshlarimiz qo'rqoq sizdan boshqa. Birgina siz o'zingiz to'g'risiz, jasur odamsiz. Opa, men 2 marta qamoqqa chiqdim. Qamoqdan siz qutqarib qola olmadingiz. Qamoqning ichida o'tirgandam meni Alloh saqladi.
Qamoqdanam o'zingiz bilasiz. Alloh olib chiqdi. Size meni farzand etib bergan Alloh taolo umrimni oxirigacha himoya etadi. O'zingiz mana shu gaplarni aytgansiz. Shuning uchun meni balangiz bo'lsam ham Allohga topshiring. Shu Alloh taolo ruxsat bergan yericha bular yomonlikka to'ladi. O'ldirsa o'ldiradi, o'ldirmasa o'ldirmaydi. Odamlar koronavirusdan, Doktor Max X degan dorilardan, zilziladan beton tenda qolib o'lib ketyaptilar. O'ladigan vaqti berib o'ladi. Şu iplaslarni o'qindan ya pichoqindan ya bir balasidan o'lib ketsa, u sharafliroq o'lim bo'ladi. Qur'onni o'qib qaranglar, bir soniya ham orqaga umrini cho'zolmaydi, joni olinishi kerak bo'lgan odamda. Shuning uchun apa Allohga tavakkal etingda, Allohga men topshiring, o'zi himoya etadi. Tashab qo'ymaydi. Men bu yerda nima gaplar qilgan bo'lsam, o'zimning ambitsiyalarim, o'zimning bir shaxsiy maqsadlarim uchun emas, xalq uchun musulmonlarning mulkini kofirlarga bergan xoin, sotqinlar to'g'risida gapirib turibman. Alloh shuni buyurgan. Alloh taolo Qur'oni Karimning 135-sura, Nur surasining 135-oyatida o'zingizning, yaqinlaringizning zarariga bo'lsa ham to'g'ri guvohlik bering, haqiqatni ayting. Bizlarga buyurilgan shu. O'sha yerda foydasi bo'lsa ham, bu foydasi bo'lsa gapiring deyilmagan. Menga ko'pchilik odam bugun ham bittasi yozibdi, "Bobonataga shuncha haqiqatlarni gapirasiz, bari befoyda" deb. Men foyda topish uchun yoki foydasi bo'lish uchun gapirmayman. Gapirish buyurilgani uchun gapiraman. Bugun bittasi yozyapti, "Nonvoyman" dedi. Buyurilgani uchun gapiryapman shuni, haqiqatni aytishni desam, "Hali sizga buyuradigan xo'jayiningiz ham bormi?" dedi. "Ha, bor" desam, "Xo'jayiningiz Muhammad Solihmi?" dedi. Ko'rdingizmi? Nonvoy aql dunyoqarash qanchalik past, tor. Xo'jayin deganda u faqat odamni tushunadi. Muhammad Solihni meni xo'jayinim deb o'ylaydi hali. Men xo'jayinim emas dedim. Alloh dedim. Qayerda aytgan unda deb dedi. O'qi Qur'onni dedi. Shuning uchun men Alloh buyurgan ishni aytaman. Alloh haqiqatni aytinglar. O'zingizni zararingiz bo'lsa. Hozir meni zararimga men shu gaplarni gapirib turish. Hozir shu gaplarni aytib turish, so'zlarni aytish zararima. Lekin zararima bo'lsam, foydasiz bo'lsam, buyurilgani uchun men Allohning aytganini aytaman. Agar menga qarindoshlarim, ulug'im hammasi kelib aytma, foydali, zarar bo'ladi deb aytsam, Allohning buyurganini aytaman. Chunki meni qarindoshlarim dunyoga keltirmadi, yaratmadi. Rizqimni ham qarindoshlarim bermadi. Alloh berdi. Kim qarindoshini, ota-onasini Allohga zid buyruqlarni aytadigan bo'lsa aytaversin. Qo'rqib o'tirganlaringiz bilan sizlar aziyat chekib o'tiribsizlar. Siyosatga aralashma deysizlar. Siyosatga aralashmaysizlar, nima bo'lib o'tiribsizlar? Yaxshimisizlar? Xo'p, Bobomurod siyosatga aralashib, yomon yashab, qiynalayotgan ekan, taksislik bo'lgan, taksislik qilgan ekan uzoq yillar, kambag'al yashagan ekan, do'konlardan qarz bo'lgan ekan, gadoy degan nomni eshitgan ekan. Ravshan Salayev degan o'zicha boyvachcha, dasturxoning yo'q, birovning uyini taqillata olmaysan deb gaplagan ekan. Men shunday gaplarni eshitganman. Siyosatga aralashmay nima erishib o'tirib qolganlar? Gazsiz o'tiribsizlar-ku baribir sizlar. Men ham qiynalyapman, sizlar ham qiynalyapsiz. Sizlar indamay qiynalib o'tiribsizlar, men gaplab qiynalib. Menga alam etmaydi, men gaplab o'tiribman. Ertang Alloh taolo mendan so'raysizlar, nechun sizlar gaplamadingizlar? Butun O'zbekiston indamay o'tirsam men gaplayman. Shuning uchun apa xavotiraman. Allohning ruxsat bergan joyinacha yomonlikka to'ladi bular. Bular Allohdan kuchli deb o'ylasangiz, siz mushrik bo'lasiz. Bular Allohdan kuchli emas. Kim bular Allohning yonida? Karimov kim bo'ldi? Bir kunda tinchitdilar-ku, o'ldirdilar-ku bir kunda. O'lib ketdi-ku. Necha o'ldi? Bular undan kuchli emas. Allohning yonida hech kim emas bular. Alloh qo'rquvi yo'q. Aksariyat aholida shuning uchun haqiqatni gapirganning og'zini yumush harakat etadilar. Xavotiraman, inshaalloh hech narsa bo'lmaydi. Bo'lsam Allohning qadari deb qarayvering. Hech narsa bo'lmaydi. Va men bir narsa hozir aytib qo'ymoqchiman. Hozir bular bizning sistemada taniqli odam, jurnalist, muxolifatchilarni o'ldirib yuborish uchun bular
Karimov zamonidan, SSR paytidan davlatning birinchi rahbaridan, o'sha bosh kotibdan, general sekretardan yoki birinchi sekretardan bizni davrlarimizga kelib prezidentdan ruxsat olganlar. Kimdir, misol uchun Abduvali Qorini o'ldirish ham Karimov ruxsat bergan. Ushladik, aeroportdan oldik, o'ldiraylikmi desa o'ldiringlar. Ya'ni o'sha an'ana, NKVDning an'anasi hozir ham saqlanib qolyapti. Shuni bilinglarki, agar biror narsa menga bo'lsa, demak bular Mirziyoyevdan ruxsat olgan bo'ladi. Ular undan ruxsat olmasa hech narsa qila olmaydi bular. Olib, ruxsat olib keyin o'ldiradi. Bobomurod Abdullohni o'ldirib ketibdilar deb xabar chiqsa, bilinglarki, Mirziyoyev shunga ruxsat bergan bo'ladi. Uning ruxsatisiz hech narsa qila olmaydi bular. Согласие с первого лица государства qilinadi bu narsa. Ko'pchilik biladi. Endi Mirziyoyev ruxsat berdimi, bermadimi men bilmayman. Lekin biror narsa bo'lsa, demakki soliq qilaman uni, boshqa qilaman, bir ko'cha bezorisiga buyuraman yo marshrutkega davlat nazar ekan urdirib yuborib o'ldiradimi? Demakki bilinglarki ruxsat bergan. Bergan bo'ladi. Uning ruxsatisiz hech narsa bo'lmaydi bu yerda. Gazlar ham uning ruxsati bilan o'zining ish tashabbusi o'sha nimasi bilan sotilgan. Bugun chiqayotgan vazirlar uni oqlab o'tiribdilar xolos. Mana parallellarni ko'ring-da. Men Salay Madaminni fosh qildim. Butun jinoyatlarini, odamlarni qamatganlarini hammasini aytdim. Lekin u o'zi chiqmay kimni chiqardi? Malohat Qarg'ani chiqardi. Narzulla Kallani chiqardi. Yana bir surisini Shuhrat Bobojonni tashladi. O'zi yo'q, o'zi jim. Chunki haqiqat o'zi o'sha faktlarni javob bera olmagandan boshqalarni chiqardi. Hozir nima bo'lyapti gaz masalasida? Ozodlikni surishtiruv bo'yicha xuddi shu ish. Mirziyoyev yo'q, indamaydi. Jo'rabek Mirza Ahmedovmi o'shalar chiqadi, boshqalar, keyin blogerlar chiqdi, sotsiologlar chiqyapti, Mubashshir Ahmad degan mullalar chiqyapti. Bu ishni ular qilmadi, sizlar qilmadingizlar. Sotsiolog mullalar yoki energetika vaziri siz qilmadingizku. Nima uchun siz javob berib o'tirsiz? Qilgan odam o'zi chiqsin, prezident Mirziyoyev o'zi chiqsin javob bersin. O'zi prezidentlarning o'zini bir tutish yozilmagan qoidalar bor. Hamisha kim nimaga qo'l qo'yib, kim nimaga berib yuborgan bo'lsa, o'zi chiqish kerak. Yolg'on bo'lsa, yolg'on deb aytish kerak va isbotlab berish kerak yolg'onligini. Hozir Mirziyoyevning o'rnida mana shu ishni qilgan bir sal jasoratliroq bo'lsa ham bir odam bo'lsa, nima qilardi bilasizmi? Bu masala bo'yicha kim eng ashaddiy tanqidchi? Ozodlikmi? Ha. Ozodlikdan bitta muxbirini emas, 5 tasini Pragadan ham chaqiringlar Toshkentga. Yana kim unga qo'sh tanqid qilyapti? Jahongir Muhammad. Jahongir Muhammadga viza beringlarda, chaqiringlar press konferensiyaga. Kel mana prezident bilan jonli yayinda primoy xalq ham ko'radi, matbuot anjumani bo'ladi. Yana kim? Bobomurod Abdulla. Chaqiringlar uni ham, qayerda yurgan bo'lsa. Kesin birinchi navbatda shular nechta savol, 100 ta savol bo'lsa 100 ta har bittasi bersin. Javob beraman deb xalqni oldiga chiqib vaziyatni tushuntirish kerak. Qilgan bo'lsa, qildim deyish kerak. Ko'rib chiqamizmi deb degan savol bo'lsa, hammasiga javob berish kerak. Lekin unday qilmaydilar. Vazirni chiqaradi, sotsiologlarni yig'adi. Men eshitdim, Baxtiyor Fozilovga aytibdi o'zi. Sen o'zing pul ajrat, blogerlarga ber, ular oqlab chiqsin deb. Unda pul ko'p. U Gazprom O'zbekistonning o'sha 40 milliarddan oladida 5 mingdan 10 mingdan beradi. Oqlab chiqadi. Hech kim gazni sotmagan, unda chiqaradi ham. O'zbekistonda xoin ko'p-ku. Xoinlik bizda uyda tarbiyalanadi-ku. Bolam xoin bo'l. Boshlig'ing nima buyursa shuni qil. Allohning buyurgani bilan ishing bo'lmasin. Boshlig'ingni buyurganini qil. Birovga tuhmat tashlasa tashla. Boshlig'ingdan foyda bor. Allohdan foyda yo'qdi birga aytadi o'zbek bolasiga. Shunaqa bir muttaham millatga aylanganmiz biz. Uyda hamma narsa buzilgan bizda. Shuning uchun biz xalqni uyg'ota olmaymiz. 4 ta 5 ta odam internetga chiqadi, ijtimoiy tarmoqda gapiradi, "Ey Allohdan qo'rqinglar, to'g'risini gapirish kerak, zararga bo'lsa ham" dedi. Mulla ham to'g'rilamaydi bular. Ota-ona uyda tayyorlab qo'yadi. Hukumatga tayyor mahsulot, askar. Xalqni shiladigan, xiyonat qiladigan tayyor qilib beradi. Oila tarbiyalab beradi bizga.
Shunday press konferensiya o'tkazish mumkin-ku. Mumkin. Lekin qilolmaydilar. Chunki nima javob berishni bilmaydilar. Vaziyatni tupikka kirgan bo'lsa ham vaziyatdan chiqish, unday narsalar yo'q-da. Unday narsalar yo'q. Aniga kim tanqid qilyapti? Bobomurod Abdulla ma borga uy beringlar jim bo'lib qoladi deydi. Yoki Jahongir Muhammadni ham bor $100 ming taklif qilgan, balkim deydi ovozi o'char deydi. Xo'p, bu yerda hozir $1 milliard pul bersa ham jim turib bo'lmaydi. Allohning oldida nima javob beramiz biz? Arzimagan pulni deb yolg'on gapir. Buni uyushtiradigan odam ham yo'q. Taklif ham qila olmaydilar. Lekin qamash kerak, o'ldirish kerak, uni qoyillatadilar. Dirqidan ideya chiqadi. Said Abdulaziz Yusupov mototsiklist akasiga tinmay Bobomurodni qamash kerak deydi. Duxi yo'q bularni. Chunki siyosatchi emas-da endi, siyosatchi emas. Bular birontasi siyosatchi emas. Siyosat o'zi bir halol ish, to'g'ri ish. Xalqni to'g'ri boshqarish san'ati bu. To'g'ri boshqarish niyati yo'q bo'lgandan keyin qilami buzilaveradi, ketaveradi. Fundamentga qiyshiqda. Siyosatga kelishdan maqsad gazni sotib pulga yetirish, kursiga ega turish bo'lgan. Tamom. Boshqa maqsad bo'lmagan bular. Endi men hozir mana qarindoshlarimga, onamga murojaat qildim. Hozir endi meni mana shu o'zicha o'ldirmoqchi bo'lib, rejalashtirib yurgan vatan sotar deyman bularni. Bular vatanni sotganlar. Endi shunga qarshi chiqayotgan vatanparvarlarni o'ldirish rejalarini tuzib yurgan vatan sotarlarga murojaat qilmoqchiman. Mana shu g'oyani kim ilgari surayotgan bo'lsa, diqqatda familiyalari ma'lum. Vatan sotarlar. Sizlarni ogohlantirib aytaman. Sizlar kuchlisizlar. Mendek odamlarni o'ldirib yuborish, mashinaga qoqtirish, bostirish, unday sizlarda hech narsa emas, sizlar bemalol qila olasizlar. Salayni qo'li bilan, Timurni qo'li bilan, boshqa Shuhrat Bobojonni qo'li bilan sizlar qila olasizlar unaqa ishni. Lekin bilib qo'yinglar. Agar shu ishni qilib o'ldirsangizlar, menga yaxshi bo'ladi, sizlarga yomon bo'ladi. Nimaga? Sizlar do'zaxga tushasizlar. Haqiqatni gapirgan odamni o'ldirganingiz uchun do'zaxiy bo'lasizlar. Men inshaalloh kamida do'zaxga tushmayman. Shahid bo'laman inshaalloh. Peshonama yozilgan bo'lsa. Lekin bir narsa aytib qo'yay. Men o'lganimdan keyin meni sizlarga zararim meni o'lganimdan keyin boshlanadi. Nima uchun? Sizlar to'g'risida juda ko'p menda ma'lumotlar bor. Juda ko'p. Men bu narsalar bilan shug'ullanmayman. Haqnazarov bo'lib maqola yozdim, o'sha Karimov, Inoyatov, Almatovlarning hamma jinoyatlarini yozdim. O'shanda ham men shaxslarga tegmasdim. Shaxslarni sistema o'laroq, sistemaning ichidagi bir bajaruvchi deb ko'rsatardim. Misol, Jallod Karimovning 2 boltasi deganda ham o'sha ular bir bolta aslida qilib o'tirgan Karimov degan ma'noda ijrochi ma'nosida berganman. Ya'ni men sistemani yoritib siyosiy bilimini oshirish nuqtai nazaridan yozganman. Bironta odamning shaxsiy ishiga, boshqalariga aralashmaganman. Chunki bu meni prinsiplarimga to'g'ri kelmaydi. Past odamlar mana shu pastel, boshqa narsalarni kavlashtirib yuradilar. Bular Salay, Madamin, Shuhrat Bobojon, Qaramergan, mana pastelni temalarini assi. Bular shu tipdagi odamlar. Ana endi agar sizlar mabodo menga biror narsa bo'ladigan bo'lsa, Xudoga shukr, jurnalist hamkasblarimiz ko'p, bitta emas. 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. O'zida borlarni ham, menda borlarni ham
Mayli, menda ko'p narsa bor, taxlashtirib bir maqola shakliga men keltirmagan. Ha, men shunaqa ekan deb bilib qo'yaman, tamom. Ana shu narsalar chiqadi. Chiqadi shular. Sizlarga yomon bo'ladi. Betingizga tufuradi keyin sizlarni xalq. Bu ozodlikni surishtiruvi u narsalarning yonida hech narsa bo'lmay qoladi. Men sizlarga so'z beraman, hech narsa bo'lmay qoladi. Men o'zimga ep ko'rmaganim uchun ha deb qo'yaman. Sistemaga buni aloqasi yo'q. Chunki men siyosiy bilimlarini oshirishim kerak. Buni ochganim, buni berganim bilan odamlar aqlli bo'lib qolmaydi. Ha, zo'r bo'ladi. Ha, nima, vo, u unday debdi, bu unday debdi deb nima deydi, podpishik yig'ilib nima bo'ladi. Menga unaqa dishoviy nima kerak emas. Rezultat. Lekin sizlar qotillik qilsanglar, men ham misol uchun qotillik qilmayman, men sizlarni o'ldira olmayman. Lekin men ham sizlarga zarar beraman. O'lganimdan keyin ham zararim tegib turadi sizlarga. Tirikligimda unaqa zararim tegmayapti. Men faqat tanqid qilyapman xolos. Lekin o'lganimdan keyin men tanqid qilmayman, fosh qilaman. Parij otellaridagi ishlar, videolari bilan, ha, Parij otellarida nima ishlar bo'lgan sizlar yaxshi bilasizlar. Kichkinagina bolasini o'ligini ushab o'ldirgan amaldorni qarg'ab o'tirgan onaizorning videosi, ismini aytib o'ldirgan. 3 kunlik pasport 3 kunga olinib, offshorga pul qo'yib kelib yana qaytib kelingan pasportlar chiqadi. Men u ishim yo'q men u bilan. Lekin chiqadi shu. Chunki men o'lganimdan keyin sizlarga благородный bo'lganim nima, bo'lmaganim nima? Zarar berganim yaxshi emas. Rezinoviy dubinkani, to'qmoqni tuvakning ichidagi bo'qqa botirib, keyin ayollarni qiniga oyog'ini ochib qo'yib, bo'yniga soxta ayblovni, o'sha Hizbut Tahrirsan degan ayblovni olmagani uchun o'sha muslimalarni chotiga bo'qqa botirilgan dubinkalarni tiqqanlar fosh bo'ladi. Fosh bo'ladi. Narkotik tortib o'tirgan to'ralar, ularning videosi chiqadi. Ko'chadagi ayollardan tug'dirgan bolalarini chet ellarda o'qitib gurkiratib qo'yganlar chiqadi. Uch to'rttalab olib stolning ustiga ayollar fohishalarni yalang'och o'ynatib orgiya qilib, ya'ni gruppovoy zino qilib fohishalarga mas'ul turib og'zimga siydirayotganlar chiqadi. Bilasizmi, bizda mana shunaqalar ham bor. Sidik icharlar bor bizda, bilasizmi? Sidik ichishni yaxshi ko'radi, fohishaniki deb. Qora merganni O'zbekistonda so'z erkinligini bug'ish uchun, bloger, jurnalistlarni to'xtatish uchun kimlar tashkil qilganini, informatsiyani kimlar berganini DXXdan ular chiqadi. Meni o'sha o'zlarini odamini qamamaslik uchun meni qamamoqchi bo'lganlar chiqadi. Meni shuning uchun qamamoqchi edi bular. O'zini odamini saqlab qolib yashirish uchun meni qamamoqchi edi. Men ular kimligini juda yaxshi bilaman. Qayerdan ular informatsiya olgan, qanaqa ular boshlagan uni ishlarini, hammasini bilaman. Lekin mendan hech kim so'ramaydi uni. O'zingsan sen qora mergan deydi. Sen o'zingsan deydi. Biladi mana masligini.
Hammasi chiqadi. Men o'tgan ishga salovat mayli endi deb bu yog'iga millatimni siyosiy ongini oshiray. Siyosiy qoloq bizning millat Markaziy Osiyoda eng qoloq millat siyosiy jihatdan. Eng qo'rqoq, eng sotqin, sal bir tarbiyalay. Sizlar tarbiyalamaysizlar. Sizlarga mana shunaqa qo'rqoq bo'lgani kerak, sotqin bo'lgani kerak, uxlab yotgani kerak. Millatni o'zimiz isloh qilyapmiz biz. Xalaqit qilyapsizlar. Agar sizlarda kalla bo'lsa, sizlar bizlarni rag'batlantirishingiz kerak edi. Bular xalqni uyg'otyapti, xalqni ko'zini ochyapti deb. Bizga ham foyda bu deb. Lekin meni haqli tanqidimni, haqli keskin tanqidim uchun o'ldirishni rejalashtiryapsiz. Mayli o'ldiringlar. Chiqadi hammasi. Ularda hali bu menda borlari. Bundan ham ko'p banda. U do'stlarimizda yana nimalar bor? Ular ham chiqazadi. Bir tim bo'lib qoladi ozodlikni nimasi bu chiqadigan narsalar oldida. Neday bo'lgan, bunday bo'lmasin. Sizlarga ham bo'ladi, menga emas. Men o'ladigan kunim o'lib ketaveraman. Men Allohga tavakkal qilgan odamman. Koronavirusdan o'lgandan yo zilzilaning tagida beton tagida qolib o'lgandan shu yaxshiroq. Birov o'ldirsa sharafli o'lim bo'ladi. O'zlaring gazlarni sotdingizlar, mamlakatni qul qilib berdingizlar. Qaytarib ololmaysizlar, duxingizlar yetmaydi. Ondan ko'ra bizga partiya tuzishga, 1 million odam to'plashga ko'maklashmaysizlarmi? Hatto bu xalaqit qilmay turinglar. O'zimiz olib olamiz bizlar. Sizlar chetga surilib tursanglar bo'ldi. Beringlar imkon. 1 million odam to'playmanman. U hozirdan boshlandi. Hozirdan boshlandi. To'planadi 1 million odam yilning oxiriga. To'playmiz ham. Sizlarni duxingiz yetmagan, jasoratingiz yetmagan ishga bizga yetadi. Tozalaymiz hammasini bu Facebook'ning quloqlaridan. O'zbekiston, O'zbekneftgaz, O'zbekenergo, DXXM hammasini tozalaymiz. Sizlar qilolmaysizlarmi? Biz qilamiz. Imkon beringlar. Xalqqa ham yaxshi bo'ladi, sizlarga ham yaxshi bo'ladi. Chekkaga chiqib turinglar hech bo'lmasa. Yo'q. O'ldirish kerak. Qo'lingizdan boshqa nima keladi sizlarni? O'ldirishdan boshqa. Ixtiyor sizlarda, xohlanglar o'ldiringlar. Bilasizlar meni qayerdaligimni. Shuhrat biladi qayerda yashashimni. Sizlarning yugurdaklar bor-ku. O 80-yillardan quloq sizlarga tushgan quloq bo'ldi. Shuhrat to'g'risida ham juda zo'r narsalarim bor men. Shuhrat Bobojon to'g'risida. Men shaxslar bilan shug'ullanmaganim uchun istamayman. Bu narsalarni olib chiqmayman deb qo'ydim. Siyosatga bergan nimalar bo'yicha men beraman, ha. Aytaman. Chiqadi hammasi. Men hech kimga tahdid qilayotganim yo'q. Bu ishni men qilmayman. Meni hurmat qiladigan, meni o'zini bir sadoqatli do'sti deb, bir musulmon birodari deb qabul qilgan do'stlarim qiladi. Men qilmayman. Do'stlar, mana hozir men birozdan keyin men shu videoni ostiga nima qo'yaman? Bular endi eng yaxshi himoya bu hujumda. Bular to'g'risida qo'limdan kelgancha men ham nima yig'ib boshlayman bugundan boshlab. Qo'shimcha. O'sha qora dalil deydi-ku, kompromat. Hozir men shu ko'rsatuv tugashi bilan videoni tagida bir elektron manzil qoldiraman. O'shanga kimda mana shular to'g'risida, mana shu hukumat a'zolari, mana shu qotilliklarni rejalashtirayotgan, butun so'z erkinligini bug'moqchi bo'layotgan to'g'risida nimaiki kompromati bo'lsa, o'sha adresga jo'nataversin. Bir martalik pochta ochinglar, boshqa ikkinchi marta ishlatmanglar. Jo'natinglarda uni ishto'y qilib yuboring. Men o'zim olaman, menga ism, familiya kim yuborgani shart emas. Menda tursin shu. Menda tursin. Men kerakli joyga berib qo'yaman, chiqadi. Yuboringlar menga. Men hozir birozdan keyin adres qo'yaman. Yuboringlar. Majbur bo'lyapman men. Men bu ishlar bilan, kompromat yig'ish bilan shug'ullanmayman deb so'z berganman 2018-yil. Men boshqa Usmon Xaqnazarov o'zining missiyasini bajardi. Men ta'lim sohasida xalqni siyosiy ongini oshirishga o'taman.
Bu kompromat bilan aqlli bo'lib qolmaydi xalq. Foydasi yo'q bularga kompromat berishni. Ko'p narsani bilgani bilan nima qilishni bilmasa foydasi yo'q. Shuning uchun men siyosatda nima qilishni o'rgatishga jazm qildim, lekin qo'ymadilar. Qirg'izistonni olib ketib qoldilar tuhmat ayb bilan. Qamadilar. Hamma yo'ni olg'u-dolg'u qildi. 2020-yilda boshlashim kerak bo'lgan narsani 21-yilda 1 yildan keyin boshladim fakt va fikrni. Bu siyosiy ongini oshirishni. Endi men hozir majburman mana o'ldirmoqchi bu tasdiqlanyapti, demak harakat bo'lyapti. Yuboringlar menga. Videolari bilan, fotolari bilan, audiolari bilan, hujjatlari bilan yuborsangiz undan ham yaxshi. To'playmiz. Shug'ullanaman endi men. Yana shu ishga majbur qilyaptilar meni qaytishga. Kimda bo'lsa jo'nataversin. Ism yozmanglar. Bir marta qo'llagan emailingizni ikkinchi marta qo'llamang. Jo'natinglar. Ben to'plab boraveraman. O'ldirsa, bular o'ldiradi. Baribir bir kun emas o'ldirmoqchi bular. O'ldiradigan bo'lsa chiqadi. O'ldiradigan bo'lsa yana qaytarib aytaman. Demak, ruxsat bergan bo'ladi Mirziyoyev. Uni ruxsatsiz o'ldira olmaydi bular. Inshaalloh O'zbekistonga boraman. Iloji bo'lsa meni O'zbekistonda o'ldiringlar. Men o'ligim vatanimda qolsin. Men bu yoqlarda o'ligim qolishini xohlamayman. O'sha yerda o'ldiringlar. Osonroq ham bo'ladi sizlarga. Sizlarning qo'lingizdan faqat shunaqa ishlar keladi-ku. Vatan sotavlar. Sizlar hammasini sotib bo'ldingizlar-ku. Keyin men agar fakt va fikrda meni faoliyatimni qo'llamoqchi bo'lsangizlar, bugun dollar va yevro hisob raqam qo'yaman. Kimda kim yordam beraman deydigan bo'lsa menga. Faoliyatimga mana kameralarim misol yaxshilab, notebooklarim bo'lmaydi. Sifati mikrofonim mana yaxshi emas. Shu tomonlama kim yordam bermoqchi bo'lsa men nima qo'yaman? Shotlar, bank hisob raqamlari o'shanga kim xohlasa jo'natsin. Imkoniyati bo'lsa, o'zi qiynalmasa jo'natsin. Bu endi nima deydi? Bu kitob yozish ishlarini ham biroz yig'ishtirib qo'yamiz endi bu. Men bu Uyg'on va Uyg'ot degan kitob yozayotgandim. Endi uni sal chekkaga suramiz. Chunki hozir Uyg'on va Uyg'ot bilan shug'ullansak, bular bilan shug'ullanish kerak endi. Meni majbur qilyapti bular. Men o'zimga bergan so'zim va ba'zi bir tanishlarimga, akalarga bergan so'zim uchun men o'zimizning do'stlarimiz, jurnalist, muxolifatchi akalarimizga men shug'ullanmayman. Kompromat foydasi yo'q. Bularni qancha jinoyatni ochgan bilan xalq ha deb shov ko'rib o'tiraveradi. Undan ko'ra nima qilish kerakligini, partiya tuzish to'g'risida siyosiy harakatlarni o'rgataman dedim, lekin majbur qilishyapti meni. Menim majburman shug'ullanishga. Shuning uchun biroz kitob ishlarini ham yig'ishtirib qo'yishga to'g'ri keladi. Inshaalloh O'zbekistonga boraman. O'ldirsangiz o'sha yerda o'ldiringlar. Va yana aytib qo'yaman, mabodo o'ldiradigan bo'lsalar, meni Xorazmga olib borib ko'minglar. O'sha yerda Qo'shko'pirning Ilgaldi degan qishlog'i bor, G'azovatning yonida. O'sha yerda Baqirjon buva degan qabriston bor. Xorazmliklar biladi. O'sha Baqirjon buva meni dadam, akam deydi Xorazmda. Akam tarafdan akamni buvasini buvasi bo'ladi. Baqirjon buva degan shunday bir sofi bo'lgan, eshonlardan bo'lgan sofi bo'lgan. Uning o'zi tariqati, qaysidir tariqatga mansub bo'lgan. Ko'plab o'zidan keyin shu sofi muridlar tayyorlagan. Shulardan eng taniqlisi shu Qozog'istondagi Beket ota degan sofi bo'lgan. Beket otaning ustozi o'sha Baqirjon buva. Meni buvamning buvasini buvasi bo'ladi, dadam tarafdan. Onam tarafdan ham Rozim Molla, Madamin Molla degan ziyoli odamlar bo'lgan. Ular ham o'sha qabristonda. O'sha yerga borib ko'minglar. Men o'sha qishloqdan chiqdimmi, qishloqqa bo'lib qolaveraman. O'sha qishloqda meni qabrim shu yerda bo'lsin. Shunday do'stlar, shunday gaplar. Men absolyutno bularni fitnalardan, nimasidan qo'rqayotganim yo'q.
Necha marta o'limdan qolganman. 8-sinfda men mototsikl urib ketgan, tirik qolganman. Keyin 99-yilda kaltaklab ketishgan ko'pchilik bo'lib, unda ham tirik qolganman. Qamoqdan mana Xudoga shukr tirik chiqdim 2 marta. Umidim inshaalloh buyog'iga ham Alloh taolo o'zi himoya qiladi. Agar biror narsa bo'lsa ham bu Allohning qadari. Qo'rqadigan joyim yo'q. Do'stlar, savollaringiz bo'lsa beringlar, javob beraman. Ben biror narsani yana aytib o'tay. Do'stlar, boshqa bizani adashishga haqqimiz yo'q. Qo'rqib o'tirishga ham haqqimiz yo'q. Yo bular, mana bu vatan sotarlar bizni qirib yo'qotadi, yo biza ularni yo'q qilishimiz kerak. Taxtdan ularni ketkizishimiz kerak. Ular hammasini sotib bo'ldilar. Qo'rqib o'tirsak o'tiraveramiz. Endi mana bu 10 kishi yig'inglar, har bir odam 10 kishi, jami 11 kishi deb aytayapman. Men o'zim qo'limdan kelgan ishimni qilyapman. Foydasi bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Menga ko'p foydasi yo'qqa deyurmanglar. Men foyda uchun emas, Alloh buyurgani uchun qilyapman. Foydasi bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Endi bu yerda hozir shou ko'rishga kirganlar ham bo'lishi mumkin. Ha, yo'q, vo, zo'r deb. O'shalarga men murojaat qilaman. O'shalarga men murojaat qilaman. Sal qimirlanglarda, sal ketlaringizni ko'tarib, bir stoldan, kreslodan, yotgan bo'lsanglar, divondan ishlanglar. Agar vatan kerak bo'lsa. Kerak bo'lmasa yaxshi yuringlar. Bir kun keladi do'stlar, bir kun keladi. Baribir adolat qaror topadi, lekin odamlar uni qaror toptiradi. O'zidan o'zi qaror topmaydi. Bir kun keladi, mana shu xalq baribir oyoqqa turadi. Bu zulm davom etaverishi mumkin emas. Hamma yer ko'tariladi, ko'rasiz. Shunday davom qilaversa. Mana shunaqa chiqib odamlarni ko'zini ochayotganlarni qamab o'ldiraversa, mana Abduqodir Mo'minov qamoqda o'tiribdi hozir. Firibgarlik, ta'lomachilik degan nimalar bilan. U moddalar bo'yicha ochilgan ishlar pulini beraman desa chiqarib olish kerak. Nega chiqarib o'tirmayaptilar? Xo'p, kimnidir pulini bermagandir olib, yo ishini qilib bermagandir, pulini olib. Pulini qaytarib bersa chiqarib olish kerak. Uning uchun o'tirgani yo'q, u tanqid uchun o'tiribdi. Mirziyoyevning o'zini va kuyovlarini tanqid qilgani uchun o'tiribdi. Mana shu narsalar davom etaversa, baribir bir kun hali qish keladi, mana ko'rasiz, hozir qish o'tib, issiq kunlar boshlab unutiladi. Biz ham yuzbek unutuvchan-ku, darrov unutib deb bahorga she'r yozadilar. Paxtalar chamancham, paxta ochilsa, paxtalar chamancham, men ularni quchaman deydi. O'riklar gullasa, derazamning tagida gulladi o'rik deb yig'laydilar. Yuradilar shunaqa. Qish kelganda keyin dodlaydilar, gaz qani, svet qani. Biz shunaqa xalqmiz. Lekin hozirdan yig'ib borish kerak. Bular bizga ruxsat bermaydi. Do'stlar, Muzqoyaning ostida Kreml, FSB turibdi dedi. Bular FSBning peshkalari bular, piyodachalari. Biz aslida FSBga qarshi, Rossiyaga qarshi bosh ko'targan bo'lamiz. Ko'tarsak agar. Hozir men aslida Rossiyaning bu yerdagi fitnasiga, gazimizni olib qo'yishlariga qarshi gapiryapman. Katta kuchga qarshi turishimizga to'g'ri keladi. Duo bilan ish bitmaydi. Mustajab duolar degan kitobni yodlab olib, har kim o'qigan ishasa bo'lmaydi. Harakat qilmasa. Oldin harakat bo'lib, keyin duo qilinsa, yoki oldin duo qilinib, keyin harakat qilinsa, unda bir narsa bo'ladi. Shuning uchun harakat qilmasak bo'lmaydi. Harakat qilmasak bo'lmaydi. Yo biza bu yo'lda hurriyatga erishamiz, o'zgurlikka yoki jannatga, ya'ni o'ldirilamiz. O'limimizni bo'ynimizga olishimiz kerak. Bittaman emas, hamma olish kerak. Chunki bular o'ldirish uchun kelgan, bizni o'ldirish uchun kelgan bular. O'ldirib o'tiribdi bular, sotib o'tiribdi bular. Xoin bular.
Hammasi xoin. Ertaga boru men aloqam yo'q edi, menga buyuruvdilar, mana shu daskalarda chizib berish menga buyurildi deb anu energetika vaziri, o'zbekniki hammasi chiqadi. Ishonmanglar. Unday vijdoni bo'lsa men bu buyruqni qilmayman deb tashlab ketish kerak. Ishi tashlab ishlayaptimi? Demak sherik shular. Bugungi mana shu oqlab chiqayotgan bloger, sotsiolog, siyosatshunos, mulla hammasini ismlarini yozib boringlar. Bunaqa qo'l siltashizm bilan shug'ullanmanglar. Har kim himoyasiga chiqadi? Ha, Xushnud Xudoyberdiyevda, Kamol Rabbimovda yozib boringlar. Lekin bular ham shularga oqlab bergani uchun, informatsion jihatdan ko'mak bergani uchun javob berish kerak. Keyin yana bir narsa aytmoqchi edim. Kimdakim mana bu gazlarimizni sotilishiga, sotilib ketganiga qarshi bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda post yoki sharh yozsin. Bitta so'zdan. Yoki vatan sotar deb. Bo'ldi, birgina so'z, vatan sotar deb. Yoki vatan xoini deb. Xohlaganingiz yozinglar, hamma bir xil vaqtda yozsin. Ko'rsinlar biz noroziligimiz. Vatan sotar deb yozib qo'yinglar, bo'ldi. Qo'shib yoziladi, vatan sotar. Hamma yozsin. Mana hozir shu yerda eksperiment qilinglar, mana shu yerda yozinglar, vatan sotar deb. Hamma yozsin. Boshqa hech narsa yozmanglar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qo'shilaman 100% degan. Vatan sotar deb yozinglar, qancha odam yozar ekan. Qancha odam mana shu xiyonatga qarshi ekan. Yozinglar, vatan sotar. Ketdi, vatan sotar. Bitta yozdi. Vatan sotar. Yozinglar, vatan sotar, vatan sotar, vatan sotar. Vatan sotar. Kimni nazarda tutib yozsangiz yozaveringlar. Vatan sotar qo'shib yoziladi. Vatan sotar, vatan sotar, vatan sotar yozaveringlar. Ko'rsin biz qarshiligimiz, bitta so'z bilan ifoda qilamiz qarshiligimizni. O'rganaylik o'zimizni siyosiy pozitsiyamizni ifoda qilishni. Mana qancha odam norozi bundan. Ey, ko'ringlar, bitta men emas. Mana vatan sotar deb qancha odam yozyapti. Yozinglar, vatan sotar deb. Qo'shib yoziladi, vatan sotar. Rahmat hammaga. Men shu hozir iltimosimni bajargan, mana qancha odam bu adolatsizlikdan norozi. Gazimizni berib yuborganidan. Mana vatan sotar degan so'z yozyapti. Boshqa videolarning ostida ham bitta menda emas, Jahongir Muhammad, Namozdor Mo'min, Safarbekjon, hamma yerda bir so'z yozaveringlar. Postlar qoldiringlar Facebookda. Vatan sotar, vatan sotar. Men o'zim ham qo'yaman hozir, vatan sotar. Ifoda bilsinlar bizni qanchalik noroziligimiz. Bizni yana vatanni ular sotyapti, lekin bizni o'ldirmoqchilar. Ko'rasizmi ular qanaqaligini? Bilib qo'yinglar, jurnalistni o'ldirish bu so'z erkinligini o'ldirishdir. Keyin sizlarning dardingizni hech kim chiqib aytmaydi. Men ham yozib qo'yay katta qilib, vatan sotardim. O'zim yozmayapman ekan. Vatan sotar. Vatan sotar. Meni o'zim yo'q. Rahmat hammaga. Mana shunday faol bo'laylik, qarab turmaylik. Savollaringiz bo'lsa endi beraveringlar. Rahmat hammaga. Boshqa Facebooklarda ham qoldiringlar. Post sifatida post qilib ham qo'yaveringlar, faqat chiqaman.
Salayan vatan satar. Mana Mir Yunusov bir narsa aytyapti-da, mana qarang. Bog'rot uka, Ibrohim Asparov namozdor mo'min o'zinglar Yevropadagi diasporani yig'ib, Yevropa parlament va BMT binolari oldida qachon piket uyushtirasizlar? Mana shu noto'g'ri o'ylash. Yevropani oldida piket uyushtirish bu Yevropaning diqqatini qaratish uchun shu masalaga. Diqqati nima uchun qaratiladi? Bizaga yordam bersin deb. Esingizdan chiqarmanglar. G'arb ham, Amerika ham hech kim bizaga yordam bermaydi. Biz o'zimiz qilishimiz kerak buni. Umidingizni o'zinglar bu narsa, befoyda narsa ular. Yevropa parlamentini oldida, BMTning oldida piket qilish. Ha, ular ha deydi, shunaqa o'tdi-da deydi. Xalqing nimaga indamay o'tiribdi deydi. Xalqimiz shunaqa chapakchalar indamay o'tiribdi, to'g'rilar. O'zimiz ifoda qilishimiz kerak. O'zimizning nomimiz bilan. 4 ta 5 tani san chiqib emas. Otabek Sattoriy reski yigit edi debdi Sherali Otaboyev. Otabek Sattoriy Qidirnazar Allohqulovning Vatan xoini degan bloger. Bilasan, videosi bor uni. Meni sen kimsan deb namozdor mo'minni Vatan xoini degan. Ikkalasi ham Surxondaryolik u ham. U mayda bitavoy muammo uchun qamaldi. To'g'ri, nohaqdan qamaldi. Lekin u rejimga xizmat qilardi. Rejimga xizmat qilib yuruvdi. Muxolifatni yomonlab, Namoz akani yomonlab, Qidirnazar akani yomonlagan, Vatan xoini degan. O'zbekiston ko'ra olmaysizlar degan. Ishlatib qamoqdilar. Ali roziyallohu anhuning gapi bor. Zulmga xizmat qilgan odam zulmdan jabr chekmasdan qolmaydi degan. Обязательно jabr chekadi. Otabek Sattoriy shunday zulmga xizmat qildi va zulmdan jabr chekdi. Uni menga maqtamanglar u bolani. Mana Shohida Salomova degan Shahinga Koroleva deb chiqadi. U ham muxolifatga tashlandi. Qancha odamni yomonladi? Garshinga tashlandi. O'zini ham qamab qo'ydilar-ku. Ey, zulmga xizmat qilmanglar, xoinlar. O'zingizlar shu zulmdan jabr chekasizlar. Savollar bo'lsa beringlar endi. Men yana bir marta aytib qo'yaman. Nik bilan yozganlarga o'qimayman ham, javob ham bermayman. Bloklayman ham yana. Do'stlar, savollaringiz bo'lsa beringlar. Mana ko'p qush yozibdi, Salay aybdor holga kelish. Uni ham aybi katta. Karimovni qutqarib qo'ygan, 2 marta qutqargan. Saylovda yutqizganida va impichmentda qutqarib qo'ygan chiqib. U eng katta xoin. Bizni mana shu ahvolga tushishimizga shuni hissasi juda katta. Keyin mullalar, shayxlar bor bu yerda. Karimovga xizmat qilib bergan, o'zbeklarning dindor qismini aldab. Abduvali Qori Mirzayevni likvidatsiya bo'lishidan manfaatdor bo'lgan dindorlar bo'lgan bizda, bilasizmi? To'g'ri gapni gapirganda, u xizmat qilmaganda rejimga Abduvali Qori. Qidirnazar Allohqulov partiyasi atrofidagi xotinlar to'g'risida video ko'rdim. Ko'rdingizmi? Munosabat bildirdim. Men ko'rmadim. Men ishim yo'q. Men u partiyalarning ishiga aralashmayman. Meni maqsadim mana
sizlarga siyosiy bilim berish, siyosiy faolligingizni oshirish edi. Lekin qo'ymayaptilar. Ko'rdingizmi? Demak, endi bu ishlarni sal kitob yozishlarini to'xtatib turib, buni ham qilaman albatta. Lekin nima yig'ish kerak endi. Bularga yana qo'shimcha odamlardan. Mana safar Urganchiga ko'p narsa beradilar. Qo'lga ajoyib hujjatlar kelib tushadi, lekin yoritib bera olmaydi. Tushunmagani uchun. Men bunday shug'ullanmaganman-da. Men endi hozir menga tushsa o'zim bilardim nima qilishni. Qayerdan olib, qayer tomon bilan urish kerak. Men urmayman, tirik ekanman, qilmayman uni, lekin yig'ib yuraman endi. Chunki meni shunaqa qilish niyatlari bor ekan bular. Va yana eslab qo'yinglar. Biror narsa bo'ladigan bo'lsa, kaltaklab ketadimi, o'ldirib ketadimi? Demak, Mirziyoyevdan ruxsat olingan bo'ladi. Ruxsat bermaguncha bo'lmaydi. Do'stlar, shu bilan bugungi jonli 3-kun yakuniga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men o'zimning pozitsiyamni hamma tomonga bildirdim. Qarindoshlarimga ham, onamga ham, mana Dixxidagi vatan sotarlarga ham killerlar bor, odam o'ldirib qo'ymaydigan. Odam o'ldirib qamalib chiqqanlar bor bu yerda, ishlab yuribdi hozir. Shahlo ko'zlar. Hammasiga aytdim. Meni pozitsiyam shu. Menga siyosiy bilimlar berish ishlarimga, ma'rifat bilan shug'ullanishimga xalaqit qilmanglar. Men sizlar bilan kompromatlaringiz bilan ishim yo'q. Bor menda. Lekin menga biror narsa bo'lsa chiqadi. Men hech kimni shantaj qilayotganim yo'q. Uni boshqalar qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.